Uy sharoitidagi eng oson usul bilan hozirgi virusli shamollash uchun foyda beradigan retsept bilan bo'lishaman. Bexini tarkibida kaliy, magniy bo'lgani uchun qonni yaxshi aylantirib beradi, o'pka to'qimalarini kislorod bilan to'yintiradi. Yo'talni yengillashtirib, balg'am chiqishiga yordam beradi. Organik kislotalari bo'lgani uchun askorbin kislotasi shilliq qavatni yumshatadi va nafas yo'llarini yengillashtiradi. Bizga 2 dona behi kerak bo'ladi. Behini shunchaki yorib olamiz, urug'lardan tozalab. Tabga ko'ra asal sosangiz bo'ladi. Agar individual holatda allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, asaldan foydalanmaganingiz ma'qul. O'zini shundoq yesangiz ham shifoli bo'ladi. Keyingi retseptimiz esa tanangizdan sovuq urib o'tib ketganda, yurakni, ya'ni mustahkamlash uchun pnevmoniya, yallig'lanish va aynan parhez qo'shish kerak bo'lgan vaqtda sholg'omni ham qo'shsangiz, ancha nafas olishingiz yengillashadi va organizmni toksinlardan chiqarib, o'pka yuklamasini kamaytirib beradi. Va biz tayyorlayotgan usulimizda esa dumba ham qo'shiladi. Dumba organizmni isitadi, o'pkanidagi sovuqni chiqarib, balg'amni yumshatadi. Xalq tabobatida yo'tal va bronxga samarali hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, sholg'om marchamiz parra-parra qilib bo'lamiz va orasiga esa dumbadan solib 30 daqiqada tayyor bo'ladi. Aynan bundan foydalanadigan bo'lsangiz, nafas yo'llaringizdagi qisishlar, shamollashlardan butunlay xalos bo'lasiz.